Bismillahirrohmanirrohim. G'animat dunyoda har bir daqiqasini g'animat bilayotgan har bir mo'min musulmonga Allohim o'zini roziligini, jannatini in'om etsin azizlar. Alloh Qur'onda bir oyatni bizga keltiradi. Munofiqun surasi azizlar. Alloh aytadi: "Estaizu billah va anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul robbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa va akum minas solihin." Sadaqallohul azim. Alloh aytayapti: biz sizlarga rizq bergan narsalardan infoq qilinglar. O'lim kelishidan avval qilinglar. Chunki o'lim kelganda inson aytadi: Robbi lavla akhartani, ey Robbim, agar menga bir ozgina muddat berganingda edi, men sadaqa qilardim va solihlardan bo'lar edim deyapti. Ha azizlar, inson ajali yaqinlashganda aytadigan gap ekan. E'tibor bering. O'lim yaqinlashganda insonni Allohga aytayotgan iltijosini eshiting. Inson aytayapti: Robbim, agar meni ozgina umrimni cho'zib turganingda men sadaqa qilardim, solihlardan bo'lardim deyapti. Ha azizlar, ayni sadaqa. Chunki hech kim o'zi bilan hech narsa olib ketmayotganini his qilar ekanda. U dunyoga ketar ekan, o'zida hech narsasi birga ketmayotganini ko'rar ekan. Aytadi-ku, insonni 3 ta do'sti bo'lar ekan. Biri joni chiqquncha do'st bo'lar ekan, ikkinchisi qabrga borguncha, uchinchisi qiyomatgacha. Joni chiqquncha bo'ladigan do'sti uning moli dunyosi ekan. Olamdan o'tgandan keyin u merosxo'rlarga qoladi, o'ziga qolmaydi. Qabrgacha boradigan do'sti uning merosxo'r farzandlari, yaqinlari. Qabrgacha boradi. Kim qabrda birga qoladi? Yolg'iz o'zi qoladi. Ammo qiyomatgacha un bilan hamroh bo'ladigani uni qilgan yaxshilik amallari. Mana shuni bilgan inson olamdan o'tayotganda shu gapni aytib yuborar ekan. Qaniydi hozir orqaga qaytsam u bori dunyoyimni sadaqa qilib yuborardim ekan. Mana shu dunyoda deb hamma narsadan kechganda na savob, na bir yaxshi ishlar, hamma narsani to'xtatib qo'ygan shu dunyosi edi. Shuning uchun nafaqa ihsonda yuragimiz urib turganda, hayot bo'lib turganda qilib olaylik azizlar. Yaxshiliklarni, ezguliklarni hozir qilaylik toki olamdan o'tgunga qadar. Chunki ertaga bizga manfaat beradigan mana shu bizni qilgan amallarimiz, ihsonlarimiz, sadaqalarimiz bo'ladi. Bir xilgilar aytadi: "Ha falonchi sadaqa qilmasdan ham zo'r yashayapti-ku. Ha falonchi ihson qilmasa ham boy bo'lib yuribdi-ku." Ha, yuraveradi azizlar. Boy ham bo'ladi, baxtli ham bo'ladi, saodatli ham bo'ladi. Lekin uning qabri boshqa-da. Mening qabrim boshqa. Uni kitobi boshqa, mening kitobim boshqa. Ertaga meni kitobimni uni qo'liga, uni kitobini menga bermaydi-da Alloh. Har kim o'zini amalini o'zi biladi. Lekin ertaga qiyomatda mana shu zarracha qilgan yaxshiligim menga foyda keltiradi deymiz. Shuning uchun ham imkon borligida azizlar sadaqa qilaylik. Imkon borligida yaxshilik qilaylik, infoq qilaylik. Yaqinlarimizga, ko'yni siniqlarga, ko'ynini ko'tarishga infoq qilishlikdan hech charchamaylik. Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu sahobalarning ichida eng badavlati edi. U kishi boy edilar. Bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam kim sadaqa qiladi deganlarida u butun molidan yarmini berib yuborgan ekanlar. Shunda nega buncha ko'p sadaqa qilasiz deb so'raganlarda Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: men hech qachon o'limni kutmayman. O'lim meni kutmaydi. Men unga tayyorman degan ekanlar. Shuning uchun ko'proq ihson qilishimiz kerak. Chunki biz ko'p narsalarni ertaga qoldiramizda. Bugun qilaylik. Ha ertaga qilarman, ertaga beraman, ertaga namozni boshlayman, ertaga u ishni qilaman, ertaga boyib ketsam sadaqa qilaman. Yo'q azizlar, erta bizniki emas, erta Allohniki. Balkim erta bo'lmas, balkim bugundir oxirgi fursat. Shuning uchun bir qalbi mahzun bo'lib turgan, ehtiyojmand bo'lib turgan odamni ko'ynini ko'tarishni ertaga qo'ymang. Mana shu qilgan eng oxirgi yaxshiligimiz mumkin ertaga
Allohning huzurida bizga katta bir mukofot bo'lar. Alloh hammalarimizni mehr oqibatli qilsin. Bir-birimizga saxovatli qilsin azizlar. Allohim ihson qiluvchilar, sadaqa qiluvchilar, infoq qiluvchilarni barchalarini u dunyoda jannatida qasri-yu binolari bilan, go'zal ne'matlari bilan ne'matlantirsin ilohim.